Aniq bilaman, bunaqa urilgan Nexus ko'rmagansizlar akalar. Bunaqasini o'zim ham birinchi marta ko'rib turishim. O'zi qanaqa mashinaligi ham o'ylanib qolib, oxiri bu Nexus ekan deb to'xtaldik. Akalar buni udariga e'tibor beringlar. Sog' joyini o'zi yo'q-u. Motorni aytsaga, lekin butun qolgan mana. Motor korobkasi butun qolgan, bu tomonlari. Xullas akalar hech qayta butun qolmagan, lekin nimaga airbag otmagan? Jem haydaydigan akalarga savolim. Gaz ballonlari bo'lgan ekan. Udar gaz ballongacha yetib borgan. Xullas buni udariga o'zingizlar ta'rif berib baho beringlar. Bunday urish uchun qanaqa tezlikda bo'lish kerak yo qanaqa tezlikda haydash kerak? Akalar, xullas bu mashinani avariyniy holatida, urilgan holatida sotib olganmiz. Bilasizlar, shunaqa avariyniy mashinalar olamiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bemalol murojaat qilasizlar, bexotirjam. Pastda telefon nomer qoldiramiz. Urilgan mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.